Ovqat keldi. Ana, O, Alila qani. Alo. Ha, o'rtoq yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Nima gap? Nima gap? Yo'lda bolaga urishib ketdim. Deb kelmabdi, savla bor o'zing. Lakatsa tashvar, hozir boraman. Bolalar, mana shu o'tib kelmasam bo'lmaydi. O'rtog'im urishib ketib qopti. Sharob o'rtog'ingmi o'sha? Ha, bilasan, ozgina sho'xroq. Yaqinda o'sha o'rtog'ingni deb qamalib ketdingmi? Ota-onang qancha siqildi? Bega ukam, sani o'rtoqchiligingga umuman shubha yo'q. Faqat senga bironta narsa bo'lsa, shu o'rtog'ing, ota-onangga, bolalaringga san beradigan mehrni bera oladimi? Haqiqiy do'st faqat yaxshilikni ravo ko'radi, ukam. Aka, siz noto'g'ri tushunmang. Kuch hammada ham bor. Bizni kuchimizni oilamizni, vatanimizni himoya qilish uchun ishlataylik. Men bitta narsaga tushunmayman-da. Shunday tinch zamonda ishlarga ham chaqiradimi? Trenirovkaga zalga chaqirmaydimi? Choyxonaga chaqirmaydimi? Do'st degani Ovqatlarga. o'zi ishganni o'zi hal qiladi. Bu ahmoqgarchilikda. Shu do'stingni mehmonga chaqir, o'tirsin, yesin, sizlar bilan. Chaqir, mehmon bo'lib ketsin o'rtog'ing. Alo, Sharof. Men bitta yaqinlarim bilan o'tiruvdim bir joyda mehmondorchilikda. Keyin seni ham taklif qilishyapti betga. Birpas o'tiramiz. Ishkaling bo'ladigan bo'lsa bir gap bo'lar shu ishkaling. Aytmaysanmi boshida kelolmasligingni? O'zi-chi seni mana shunaqa so'zligingni bilganimda telefon qilmas edi. Do'stim, do'stim deysan, joningni berasan. O'rtaga suv tashalmaguncha it kimligini bilmaysan. Olinglar.